Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz. Elitech svashniy apparat qancha to'k berishlarini hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Remont keldi. Bugun buni obzorini qilib qo'ya olmadim. Mana shu apparat Elitech работает от напряжения 140-260 voltov deb yozib qo'yibdi. 140 dan 260 voltgacha. Apparat yaxshi apparat do'stlar. Men buni hozir remontini qildim. Hozir qancha to'k berishlarini ko'raman. MMA da turibdi. Tok berishlari, poziklari yaxshi. Tokni ochamiz. Pozigi yaxshi apparat. 60 amperlikdan silovoy ключlar bor. Hozir maksimum tok berishlarini ko'ramiz. Ochamiz, maksimum ochib ko'raylik. 150 amper. 150 amper tok beryapti. Remontini qilindi chiroyli qilib, podjiglari zo'r, apparat yaxshi apparat. Kimda shunaqa apparat bo'lsa do'stlar, apparatni yaxshi apparat do'stlar. Ishlatsa, maza qilib ishlatadi. Mana shu apparat. Elitech svashniy apparat mana. Moshni yaxshi apparat do'stlar, yaxshilangan. Ventilyatsiya tizimi, umuman konstruksiyasi zo'r do'stlar, moshni mana. Bir qator ichki konstruksiyasini tanishtirib o'tiraman. To'rttadan silovoy tranzistor, to'rttadan chiqishda diodli shotkalari, kondensatorlari, blok pitaniya tizimi zamonaviy ishlangan. Bitta mikroskema kontrol bo'ladi, ammo qolgan yog'i moshni zo'r do'stlar. Instagram kanalim, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yish va kommentariyga o'zingiz ishlatgan svarka apparat nomini yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Hozircha xayr.